Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ajoyib bo'lgan zinalarimiz bitdi. Ko'rishlari mumkin. Sizlarga to'liq ma'lumot berib va to'liq ko'rsatib olib o'tib ketiladi. Mana ko'rib turibsizlar. Hay tepasida bo'lgan krashiniga sepilgan laminatli endifligi. Baho beraverasizlar. Ustunlarimiz bu pastki ko'rinishi mana shu joyi. Bu tepa qismimiz ana. Bunalarni ana ko'rib turibsizlar, o'ta chiroyli va sinkronniy chiqqan. Baho beraverasizlar, savollar bo'lsa o'sha gap kommentariyada yozaverasizlar. Mana devorimiz ham plyonchlarida chiroyli chiqarilgan. Lasinalar ko'rib turibsizlar, perilla ustunimiz. Bu tepa qismimiz. İşga baho beraverasizlar bemalol. Ishlar behijolat o'zimiz usta noldan boshlab o'zimiz tayyorlab o'zimiz bitiramiz behijolat. Nima deydi? Birinchi qo'l. Birinchi qo'l. Ishlarni baquvvatli, sifatligi behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni chiroylab tayyorlab beramiz azizlar. Bu tarafidan hijolat bo'lmaysizlar. Mana bunga o'xshagan holatlar bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, ошибкалari. Ustunlarimiz mana. İşleriniz ma'qul kelgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar azizlar. Savollar bo'lsa o'sha gap kommentariyada yozaverasizlar. Ko'rishganda ko'rishguncha, xohlasa aloqaga chiqaverasizlar. Mana ishlarimiz ko'rib turibsizlar, o'ta chiroyli holatda chiqarilgan. Xudo xohlasa ishga baho berib, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Hammasi uchun kattakon rahmat.